O'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq bir-birini so'kayotgan ko'rib qolasizlar izohlarda. Bu nimaga o'xshaydi bilasizlarmi? Bitta oiladagi 4 ta aka. Yoshligida urush janjal qilib yuraveradi, lekin vaqt o'tgan sari aka-ukaligini bilib aqli kiradi. Lekin bizga hali ham kirmayotganga o'xshaydi o'sha aql. Nimaga deydigan bo'lsangiz, izohga kirsangiz, qoraqalpoq o'zbek yo o'zbek qoraqalpoqni, qozoq o'zbek, o'zbek qoraqalpoq, xullas kashavariyni bo'layotgan bo'ladi. Lekin biz bu xatoni 19-asrda qildik. O'sha xatoyimiz orqasidan, ya'ni bir-birimiz bilan urushganimiz oqibatida tepadan bittasi kirib keldi, boshimizga yaxshilab bitta yerdi, qo'l qo'yib oldi. Mana endi hozir dunyoga qora ishchi beryapmiz. Qora ishchi. Nimaga Yevropa davlatlari bizga oson viza bermaydi? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Chunki biz dunyoga qora ishchi beramiz. Chunki biz muhim davlatlardan emasmiz. Ishlab chiqarishimiz kam. Hattoki shu 3 ta davlatning sveti bitta davlatdan keladi. O'zimizning svetimiz yo'q. Qachon biz bir-birimizni kuchaytiramiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Asliga oladigan bo'lsangiz, 4 ta ukamiz xolos. Bitta millatda 3 ta qavm. Bo'ldi shu xolos. Bir-birimizni 90% tushunyapmiz. Bunda bitta narsa bor deb hech o'ylab ham ko'rmaganmiz. Aka-ukamiz o'zi. Bo'ldi. Hali qirg'iz birodarimiz aytgan. Ulutu jamon deb so'ylab turgandir, onların jon duyg'umda so'yilgandir. To'ppa-to'g'ri aytgan. Qalbimiz